Sen mi öydük vaxtlarında yalğızlık tat qalamsa? Adam qeyrğan sırı yalğızlıqdan qo'rqqanlab qaldı. Yaş çoğayğan sırı, ballarını sevğindiğin, qarindaşlarını sevğindiğin, adam qalaydigan bo'lib qoldi ki. Hammamiz bu vaqtida qadrini qilmaykanmiz. Yo'qotgandan keyin oxirishib ketganmiz. Adam bir ömür qadrlashni bilolmay ki. Turib, otamni ichimdan ko'rgim kelib ketdi. Yosh vaqtlarimizda tomoshaga berilib, oldin odan xabar olmadik. Endi bu yolg'izlik bizning beshig'imizga mi keldi? Voy jinim, bugun oxir bir ko'rishgan bo'ldik. Bugun butun bir kun sizga otadim. Ha, men sizga keldim hozir. Ha, ma'qul. Ve ata, bu doktorun ipiga deb qo'ysang bo'ladi. Nima desa ishni olamsan? Ansirmigina. Bu qatim epagan darini yigina ishni. Tugan bir gap bo'lsin xo'sh. Ve ata, kashti boraman, kashti. Kichik bo'ldi ansirgandek ansirab turib ekansizlar. Ma'qul, ma'qul. Ha, xo'sh. Çoğlan bəzi vaxt pek aşırıtı cumadaş. Uni bildim-a. Ama şunun tamı bo'lagijmi? Adaş, bu Elqar markasındaki yanıdan bazaqsanılgan qo'ri suyki, oralması olsun, tam olsun, acayip özgüçe peyzike digine. Gün iş güçlü işmesem turamaydigan bo'lib qoldim. Ha, qada yaxshi. Mushu otam opam kuzang bakir oltimas. Ve ya ata telefon qilayverding bu men xizmat qildim. Men bu hafta boramaymidim. Ha? Otangiz jiddiy qutquzish kirib qoldi. Chaqlabmay qolsangiz. Men hozir boray. Hammamiz bu vaqtda qadrini qilmaykanmiz. Yo'qotgandan keyin oxirishib ketganmiz. Mihribanım, hem güzarım, can dadam, bağrım dadam.